O'rtoqlar qarang. Yo'l 35 ming shtabi lozim ko'raveradi. Bu yoqda kelgan klientlarimiz savdoni boshladi. 15 minglarimiz yo'q. Savdoni boshladik. Hammasi 15 ming so'mdan chiqdi. Bu kelgan klientlar o'zman post ketyapman to'g'risi. Bugun kelgan klientga. Xo'p, 15 minglarimizni olinish jarayoni. Bu yo'laga ham chachib yuborgan edik 15 minglarni qizlar. Mana klientlarimiz shunaqa holatda. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'ligingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulotni yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Ben bu yani direktifte varsa niye çıktı? Ben ne kadar şalma geldim ben. Hiç kim oturdu? Yani direktif. Hayır. Ha? Beni var öyleydi. O sondaki numaranın ya. Buna kayıp aşk o sen korkandan çarım yok dedi. Bunu yapmışlar o zaman. Kesin alın getir. Ne korkmayan var mı senin o zaman? Senin. Maaşı sayılanlardan bir bakacağım. Meni ikkita farzandim o'qiydi. Meni ikkita farzandim o'qiydi. Bu senga o'tibdi. Sizlarga ukangiz kelyapti, indamay turing. Keladi hozir. Assalomu alaykum. Qachonasiz? Xizmat faoliyatingizga xalaqit bermadimmi? Shu turishda hozir. Ha, xalaqit berasiz. Siz nimaga xalaqit berasiz shu turishda? Qaysi qoidani buzib turibsiz hozir? Mana shu turishda. Bilmadim, sizga savol beryapman. Men sizga nima xalaqit berdim? Shuni ayting. Nima ismingiz turibdi? Bilinchi? Siz inspektorsiz. Qoida buzganmi? Aniq, ha? Nazorat bilan avtotransport vositalarini to'xtatib turish oraliq masofasi necha metr bo'lishi kerak? Hozir necha metrda turibsiz? Sanaysiz? Metrobga o'lchab chiqing aka. Men aytsam o'lchab o'lchamayman. Hozir nega bo'lmasa men kelganimda orqaga haydamoqchi bo'lyapsiz? Men kelganimda orqaga haydamoqchi bo'lyapsiz. Ko'rganingiz-ku? Qanday ko'rmasangiz, men kelib to'xtaganimdan keyin zadnik yurmoqchisiz, keyin tushyapsiz. O'lchaymizmi yoki o'zi o'lchaysizmi? O'zi o'lchang aka, kerak o'zi sizga kerak. Yo'q, o'lchab bersam nima qilasiz? Metrobga o'lchang. Yo'q, shunday o'lchab bersam nima qilasiz? Aka, nima qilaylik? Sizdan boshqalar mana buni hisoblaydi mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita tursam 30 metr bo'ladi. Nechtada turibsiz mana? Boshqalardan boshqa aka. Sal chiroyli muomala qiling. Qanday muomala qilaylik? Qonuniy gapiring, xo'p? O'lchab turing, siz o'lchab, aniqlab 30 metrligiga ishonch hosil qilib turing. Men bu yerda borku 29 marta video qilgan. Mana shu joyda, mana shu daraxtda turgan bo'lsa, sizga o'xshagan inspektorlar keladida, mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, aka 6 ta turibman deb.
xizmat 4 ta turibsiz. Agar mana shunday qilib nima dedi? Mana shu bordiyorlarni 5 metr deb hisoblaydigan bo'lsak, siz o'zingiz qonun buzib turibsiz, menga xizmat faoliyatimga xalaqit beryapsiz deyapsiz-da. Siz to'xtab turish qoidalarini buzib turibsiz-ku. Inspektor aytyapsiz, mana o'zingiz to'g'rimi? 30 metr bo'lish kerak dedi. Qani? Sizda metr bormi? Sizda bo'lish kerak metr, menda emas. O'lchaymi bo'lmasa? Keling birgalikda o'lchaymiz. Ha, albatta. Sizgachi? Men kerakmas joyim o'lchab olganman. Keling birgalikda o'lchaymiz, mana birorta xolisam to'xtataman kerak bo'lsa, bori. Agar 30 metrdan kam chiqsa, uyalib qolmaysizmi hozir? Uyalmayman. Bo'ldi, shu yerda to'xtab turaman endi. O'lchab olay. 2 4 5 6 8 9 10 12 13 16 17 18 19 20 metr. Qaytib ham o'lchasam ekan-a? Qaytib o'lchasam 40 metr chiqadi-da. Yana men bilan talashyapti bir soatdan beri. 30 metrda turibman deb. Keling, masofani bir ko'ring oldin.